Free audio post-production by alphonic.com. Bizda entryga diqqatimizni qaratamiz. Xo'p, 1 minutlikda to'liq entry qilib boramiz. Iloji boricha M15 bizaga asosiy trendni ko'rsatib boradi. M15 uptrendda bo'lsa 1 minutlikda tasdiq topib buy kiramiz. M15 downtrendda bo'lsa tasdiq topib sell kiramiz. M15 shi o'zi qayerga ketayotganini 1 soatlik yoki 4 soatlikda ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men 4 soatlik time frame'ga o'tkazadigan bo'lsam, mana qarang. Bozor o'zidan oldingi maksimumlarni tepaga yengilab o'sib boryapti. H4 gap qarang, iloji boricha qoidalarimni yodlab olishingizda. Agar bu qoidalarni to'g'ri tushunib oladigan bo'lsangiz, keyin o'zingiz savdo qilayotgan paytingizda ham qiynalmasdan ishlashingiz mumkin. Например, har doimgidek H4 time frame'da bozor o'zidan oldingi maksimumni tepaga yorib o'tgandan keyin men har bitta impulsi boshlangan va tugagan nuqtalarini topishim kerak. Tugagan nuqtasini qayoqdan topamiz? Mana impuls, korreksiya, impuls bo'ldida fraktalniy razворот qildi. Fraktalniy razворот qilgani bu uje ichki strukturani o'sishdan to'xtaganini bildiradi. Ichki strukturamiz mana bitta ko'tarildi, orqaga qaytdi и primoy толчок bilan ko'tarilib boryapti. Men ichki struktura oxirgi marta high tepaga yorib o'tganligi uchun low tochkasi bu yoqda deb o'ylayapman, high tochkasi mana bu yoqda deb hisoblayapman. Fraktalniy razворотdan keyin. Undan keyin biz uje ожидание qilishimiz mumkin korreksiyani. Fraktalniy razворот yo'q paytda biz hech qanaqa korreksiya kutmaymiz. To'g'ri, siz mana bu joylarni ko'rsatishingiz mumkin. Bozor ba'zi joylarda fraktalniy razворот qilib turib, korreksiya bermasdan ketib qoladi. Ba'zan. Lekin biz korreksiyani kutishimiz uchun baribir fraktalniy razворот kerak хотя бы. Ana undan keyin korreksiya kutsak bo'ladi. Xo'p, agar men H4 da korreksiya bo'ladimi? Bundan bu yog'iga ikkita yo'lim bor. Yoki korreksiyasiga yoki dalshi bayga ishlashim kerak. Tasdiq uchun qaysi svechalarga e'tibor beraman? Qanaqa holatni kutaman? M15 ga o'taman. M15 qarang. O'zidan oldingi maksimumlarni har doimgidek tepada yengilab boryapti mana. M15 strukturani tepaga yorib o'tgan, keyin mana bu yerda kichkinagina korreksiya berib turib, yana struktura tepaga yorib o'tgan, keyin mana bu yerda ham ozgina korreksiya berdi, yana strukturani tepaga yorib o'tdi. Oxirgi marta struktura sindirishi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana bu joyda M15 da bizda uptrend o'zidan oldingi maksimum tepaga yengilab boryapti, lekin mana bu joyda narx yorib o'tdi, ozgina orqaga korreksiya berdi, keyin yana bir marta strukturani tanasi bilan oldi, balkim soyasi bilan olgandir. Men bitta tekshirib olay. Soyasi bilan ekan mana. Soyasi bilan urib, maksimum ustida yopila olmasdan mana bundoq harakat bo'ldi. Narx keldi, maksimum oldi, minimumi 100% pastga tanasi bilan yopdi. Mana bu katta svecha tanasi bilan yopib bergan. Demak, ichki strukturamiz o'sha ayiq trendiga o'zgardi. Mana. Ichki strukturamiz ayiq trendiga o'zgardi. Endi men savdoga kirishim uchun nima kerak bo'ladi? Agar menda mana bundoq struktura kelib turib, high tepaga yorib bergan bo'lsa, lekin ichki strukturamiz undan keyingi harakatda mana bundoq ayiq trendida pastga tushib kelayotgan bo'lsa, biz ichki strukturani razворот qilishini kutganimiz yaxshiroq. Mana bu yerda ichki struktura low urib o'tyapti. To'g'ri savdo qilmoqchi bo'lsangiz, sizda bu yoqda bitta blok bordir, balki mana bu yerda blok bordir. Bu impulsdagi bloklarga yetib kelgandan keyin ichki strukturangiz razворот qilishini kutganingiz yaxshiroq. Qaysidir blokdan ichki struktura razворот qilib beradigan bo'lsa, ana undan keyin mana bu blok narxi ushlab qoldi deb o'sha blokingizdan topib, keyin bu yoqqa zanjir qilib yangi blokdan buy kirish mumkin. Ungacha siz qaysidir blokdan buyga kirib qo'yadigan bo'lsangiz, например, mana bunaqa bironta blok topib turib buy kirib qo'yadigan bo'lsangiz, bu ozgina откат berib turib, keyin yana dalshi pastga ketib qolishi ham mumkin. Men imенно shuni e'tiborga olib gapiryapman. Mana bizdagi holat mana bundoq narx pastga tushib keldi, tepaga ko'tarildi, pastga tushib kelyapti. Bu pastga tushib kelayotgan paytda mana bu yerdagi blokni olasizmi, bu yoqdagi blokni olasizmi yoki umuman mana bunaqasiga blok olasizmi? Xullas, buyga ochib qo'yishingiz bu trendga teskari harakatni yo'liga qo'yib qo'yasiz. Tim bo'lib katta time frame bo'yicha qaraydigan bo'lsam, bugun men 4 soatlik time frame oldim. Xohlasanglar 1 soatlikda qilamiz. Baribir o'sha qoida bo'yicha qaraymiz. Narx 50% gacha korreksiya berib qolishi mumkin. Agar siz korreksiya beradigan bo'lsa,
Siz M15 da chizib qo'ygan blokingiz mana bu oq svecha yoki qora svechani soyalarini ichiga tushib qoladi. Siz taxminan shu joyga pozitsiya ochib qo'yayotgan bo'lib qolasiz. Mana M15 ga o'tkazamiz. Qarang. Mana bu yerga bundoq M15 ga blok chizamanda, buni hozir shundoq soatliga qo'ying. Mana endi qarang, men 4 soatliga o'tkazamanda, qayerga qaryapsiz mana. Qaysi nuqtalarda kiryapsiz savdoga. O'shanga e'tibor berish kerak. Katta time frame bilan bitta solishtirasiz, qayerda kiryapsiz. Всё. Demak, M15 time frame ga o'tkazaman. Ichki struktura ayiq trendida kelyapti. Bizaga ichki strukturamiz buqa trendiga o'zgarish kerak. Buqa trendiga o'zgarishi uchun mana narx pastga tushib keldi. Ozgina orqaga atkat, pastga tushib keldi. Ozgina orqaga atkat, pastga tushib keldi. Oxirgi marta minimum narxini yangilab berdi va bizaga fraktalniy razворот kerak. Хотя бы biz mana bu maksimumni soyasi bilan olganini ko'rishimiz kerak. Mana bizda fraktalniy razворот shu joyda turibdi mana. Mana bundoq qiladigan bo'lsam, mana narx qanday tushib kelyapti. Impuls, korreksiya, impuls, keyin yana ko'tarildi, yana bir marta minimumni oldi. Soya bilan bo'lsa ham bizga yaqin turgan oxirgi atkat shu yoqda. Bozor shu maksimum ursa, o'sha orqaga razворот qilgan hisoblanadi. Ungacha narx pastga qarab oqib ketib qolishi mumkin. Demak, men bu joyda nima harakatni ko'ryapman? Mana. Yaxshilab e'tibor bering svechaga. Bu yoqda narx mana bundoq oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi bloklarni hali narx yorib o'tmayapti. Mana bu yoqda blok bor, bu yoqda blok bor. Mana. Bizaga именно mana shu bloklarni tepaga yorib o'tib fraktalniy razворот qilib bera olganda edi, biz buy kirishimiz mumkin. Endi menda ikkita yo'lim bor. Qarang, birinchisi bu yoqdan сразу agressivniy pozitsiya ochish. Men agressivniy сделка ochish tarafdori emasman. Narx dalshi pastga yorib o'tib ketishi ham mumkin. Yoki kutib turasiz. Hay olgandan keyin pastdagi bloklardan buy kirish. O'shaning uchun kutamiz. Xo'p, ekranni 2 ga bo'laman. Mana. M15 dagi harakat, M15 dagi minimumimni qo'yib qo'yaman. Пока что men bu minimumni yorib o'tmaguncha bizda ideyamiz buy. Ichki strukturamiz esa ayiq trendida kelyapti. Tez orada men bu minimumni yana pastga dalshi yorib o'tib ketib qolishi ham mumkin ichki strukturani. Xo'p, buni olamizda 1 minutliga qo'yaman mana. Mana. Xo'p, endi men blokimni faqat soyalarni o'ziga chizib oldim. Endi 1 minutliga o'tkazib, narxi sekin yurg'izishni boshlaymiz. Narx zonaga kirib kelyapti. Endi men ichki strukturaga ishonib sell ochishim mumkin. Xullas, tashqi struktura buy, ichki struktura sell bo'lib turibdi. Bir-biriga qarama-qarshi teskari turibdi ikkalasi ham. Ikkalasi bir tomonga o'girilib olishi kerak. Xullas, aytmoqchi bo'lganim. Xo'p, endi narx harakatini kuzatamiz. Agar mabodo men ichki strukturaga ishonib sell ochayotgan bo'lganimda, H4 time frame premium zonasidaman deb sell ochayotgan bo'lganimda, grafigi men bu joyiga e'tibor berardim. Qarang, narx tepaga chiqib kelyapti. Mana bundoq impuls, korreksiya, ko'tarildi, прямой толчок, pastga tushyapti. Birinchi razворот bor. Mana birinchi razворот. Mana narx pastga tushib keldi, ko'tarildi. Birinchi razворот bor. Undan keyin narx tepaga chiqyapti. O'sha ikkinchi marta yana minimumni hozir yangilab bersa, u borib ayiq trendiga o'zgarishi mumkin. Faqat bilmadim, hech qanaqa likvidni yechganini ko'rmayapman. Bironta likvidni yechgan bo'lganda pozitsiya ochishimiz mumkin edi. Siz agar men bu likvidni yechib ketdi-ku deyotgan bo'lsangiz, unda bu yoqdan savdoga kirib ko'rishingiz mumkin. Men o'zim odatda bunaqa joydan sal yana qo'shimcha tasdiq kutgan bo'lardim. Men bu joydan sirazi pozitsiya ochib olmaslikka shoshilmasdim. Mana bu joylardan. Ichki struktura bo'yicha shuni ko'raman. Tashqi bo'yicha fraktalniy razворот ham yo'q. O'shaning uchun men hech qanaqa buy ko'ra olmayapman. Kuzatamiz, men bu yoqdan pozitsiya ochmayman real bozorda. Chunki bittasi buy, bittasi sell bo'lib turgan paytda 1000 to'g'ri kirsangiz ham 50 ga 50 o'zingiz pullaringizni o'zingiz risk qilganingiz qoladi. Ko'ramiz nima bilan tugaydi ekan. Xo'p, tez orada fraktalniy razворот qilish ehtimoli bor. Tez orada kuzatamiz. Agar biz haqiqatan ham fraktalniy razворот qila olsak, yaxshi. Yo'q.
Hali fraktalniy razворот qilmadik. To'xtang, man bitta M15 ko'rib olayda. To'g'ri. To'g'ri, fraktalniy razворот qilishi kerak. Boshqachasiga variantim yo'q. Ozgina o'tkazaman bozorni. Chunki bu yerda ushlab turganimizdan foyda yo'q. Xo'p, M15 ga o'tkazamiz. Oqadimi deyman-da. Oqarkan-da, bu bo'pti. Qilganimiz. Bilganini qilsin bozor. Xo'p, ichki struktura bo'yicha narx low oldi, tashqi struktura bo'yicha ham narx o'zidan oldingi low oldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz endi bundan buyog'iga sell pozitsiyaga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Mana bu harakat tashqi strukturani high, mana bu esa ichki strukturani high. Mana. Xo'p, endi agar siz sell pozitsiya ochmoqchi bo'lsangiz, ichki struktura ham sell bo'lib turibdi. Shuni o'zi yetarli. Ichki strukturani maksimumi bilan minimumini o'zidan kelib chiqib sell pozitsiya ochsangiz, shuni o'zi yetarli. Faqat 50% dan tepada bo'lishiga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, bizani 50% dan tepada eng yaqin blokimiz ham o'zi 50% dan tepada ekan. Tepadagi hamma bloklar bir-biriga zanjir bo'lib ulanib kelyapti. Mana ekstremalniyda ko'radigan bo'lsak, bu blok bungacha ishlagan, bunisi bungacha ishlagan bo'lib kelyapti. Xo'p, bunisi bungacha ishlagan bo'lib kelyapti. Ikkiga manda ishlamagan ikkita blokim bor. Mana. Xo'p, qaysi biri yaxshiroq? Ikkalasi ham 50% dan tepada bo'lib turibdi. Qaysi biri yaxshiroq? Birinchi сделка agar bu yoqdan hamma savdoga kiradigan bo'lsa, bu primoy толчок bilan tushib kelganligi uchun bu hech qanaqa likvidni yechmayapti. Katta ehtimol bilan maksimumi o'zi likvid. Agar bozor buni stopini urib keyingi blokka borib beradigan bo'lsa, bu blokka tegida hammani o'sha likvidini yechib bo'lgan, bu blokka ishlash ehtimoli ancha yuqoriroq. Faqat bozor majbur emas bu likvidni yechib keyin oqib ketishga majbur emas. Agar bu blokka likvidini yechmasdan oqib ketadigan bo'lsa, bu haqida ham bozor yo'lda bizga ishora beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Buni ishorasi. Bozor bizaga 10 tarafda likvid ko'rsatib beradi. Mana bundoq kelib, ko'tarilib, yo'lda hammani sell pozitsiya ochishga majburlab, undan keyin o'zini likvidlarini yechib, keyin dalishi pastga oqadi. Bu yoqda hamma treyderlar razворот qilyapti deb o'ylab, mana bu blokgacha sell pozitsiyaga kirib qo'yishadi. Biz o'shanisiga e'tibor beramiz. Qarang. Blokka kelish kerak. Hozir men kichkina time frame ga o'tishim shart emas. Qarang. Mana narx blokgacha keldi. Endi kichkina time frame ga o'taman, qarang. Mana. Simbolik. Mana kichkina time frame da ham bozor blokka yetib kelmasdan turib, uje orqaga qarab razворот qilyapti. Treyderlarda uje shu gani uyg'otadimi? Da kimlar uchundir mana bu yerda razворот bor. Treyderlar uje bu yoqdan blok chizib savdoga kirishni boshlaydi. Kimlardir esa ekstremalniga blok chizadi. Umumiy holatda baribirga ham hammani stop lossi mana bu maksimumi tepasida bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda treyderlar savdoga kirishadi bezopasniy bo'lishi uchun. Agar blokka tegida treyderlar savdoga kirishi uchun yaxshi vaziyat qilib berayotgan bo'lsa, demak bu mana bu blokka ishlash ehtimolini oshiradi. Faqat men savdoga kirmay turaman. Men savdoga kirish pozitsiyalarini ko'rsatib berdim. Manipulyatsiya bo'ladigan joylarni ko'rsatyapman. Mana struktura minimumni sindirgan. Mana bu yerda bundoq oladigan bo'lsak bo'ldi. Men bu maksimumi likvidini yetishini kutyapman. Keling, shuni ham bitta belgilab qo'yaylik. Mana bizda likvidniy tochka. Hammani stopini olish kerak bozor. Xo'p, ko'ramiz. Qarang. Hoppa. Stoplarni yig'ib oldimi? Stoplarni yig'di. Endi nima qilamiz? Hammani stopini yiqqandan keyin bozor orqaga razворот ko'rsatadigan bo'lsa, birinchi bo'lib razворот qilib beradigan bo'lsa, bu biz savdoga kirishimiz mumkin degani. Xo'p, mana bu bizda fraktalniy razворот. Mana. Agar dalshi ko'tarilib ketib qoladigan bo'lsa, mana bu blokdan ko'tariladigan bo'lsa, ideyam atmen. Tak, menda 1 minutlikni bloki yo'q ekan ham. Dash. Mana qo'yaylik. Mana. Xo'p, ko'ramiz.
Srazi minimum uradimi yo'qmi? Hoppa qarang. Yaxshi. Minimum ketdi. Qarang. Men uje sell pozitsiya ochishim mumkin. Narx qilgan ishi blokka tushib keldi. Blokdan ozgina orqaga reaksiya olib turib, keyin minimumni sindirib o'tdimi? Mana shu reaksiya olgan diapazonda men savdoga kirishim mumkin. Stopimni xohlasam shu blok tepasiga qo'yaman. Bu ozgina agressivniroq, konservativniy bo'lishi uchun men bu high tepasiga qo'ysak yana ham yaxshiroq. Xo'p, buning uchun mana blok diapazonni hammasini belgilab olamiz. Mana. Xo'p, nastroykasiga sal o'zgartirish kiritib yuboring. 50% o'zi bo'lib qolibdi mana. Endi xohlovchilar blok tagidan savdoga kirishi mumkin. Mana bundoq stopingizni mamcha qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlovchilar 50% dan savdoga kirsa bo'ladi. Men stopimni sal mana bundoqroq qo'yay, что 1 ga 5 tezroq olish uchun. Real bozorda xohlasangiz pipsidan qizg'anmasangiz, bu o'zi M1 time frame'da turibdi. Salgina qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Men o'zim mana bunaqa ko'rinishda savdoga kirib ko'rgan bo'lardim. Xo'p, 1% riskka qo'yamiz. Ketdi. Mana. Stopimni ozgina agressivniy qo'yayotganim bu o'zim manaqam ixtiyorimda. Xo'p, ko'ramiz. Agar stopim olsa, men qayta savdoga kiravermayman hadeb. Chunki bitta blok iloji boricha bitta stop bo'lishi kerak. Bitta blok ikkita stop bo'lishi kerak emas. Xo'p, yana bu yoqdan savdoga kirganlarni ham ikkinchi marta manipulyatsiya qilyapti. И всё, men boshqa odatda savdoga kirmayman. Chunki M1 yana bir marta razvorot qilsa, yana bir marta savdoga kirsangiz, yana bir marta razvorot qilsa, yana bir marta savdoga kirsangiz, M15 mana bundoq aralab kelib turib, tepaga yorib o'tib ketsa, mana shu joyi o'zida 5 ta 6 ta stop olishingizga sabab bo'ladi. Bitta M15 blok oldindan hisoblab olishingiz kerak, bitta entry yoki ikkita entry. Bo'ldi, undan ortig'i ortiq. Keyin uje boshqa bloklarda ko'rishingiz kerak. Har bitta blokda kirib, har bitta M1 setapda 5 marta, 6 martalab qayta savdoga kiraverishimiz kerak emas. Xo'p, endi men qayta savdoga kirish uchun min setup bergani bilan endi mana bunaqa joylarda qaytib savdo qilmayman. Bo'ldi, всё. Ketdik. Bu balki srazi oqib beradi. Menga qiziq emas mana. Xo'p. Qarang, ikkinchi marta yana o'sha zonamga kelib beryapti. Mana. Ikkinchi marta qayta zonamga kelib beryapti. Xo'p, ko'ramiz. Yaxshi. Uje bozor o'zidan oldingi maksimumni tanasi bilan yopa olmasdan razvorot qildi. Menimcha mana bu joydan oqib ketsa kerak. Mana bundoq qilaylik. Men prosta o'zimni savdoyimga yaqin bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Mana bu nuqta ham savdoga kirish uchun eng yaxshi zonalardan bittasi bo'lishi kerak. Men hozir sizlarga trade qilib akkauntimdagi pullarimni ko'paytirib bermoqchiman. Real bozorda bo'lganimda men bu blokdan kirib stopimni oldim, bo'ldi. Hadeb qayta omadimni sinavermoqchi emasman. Agar kimdir manipulyatsiya bo'lmasligi uchun mana bu birinchi razvorotni o'tkazib yuborib, mana bu high likvidini yechgandan keyin savdoga kiraman desa, bu undan ham zo'r aqlli fikr bo'ladi. Xo'p, kuzatamiz. Qarang. Kuzatamiz. Bozorda ikkinchi marta manipulyatsiya qildi. Mana ko'rdingizmi? Men hozir akkauntimda uje 1% minusda turibdi. Qayta savdoga kiravermaganligim uchun hammasi joyida. Bo'lmasa mana shu yerda o'zida ham menda bir nechta stop loss bo'lgan bo'lardi. Xo'p, endi mana bu maksimumni ko'ramiz. Qarang. O'zidan oldingi high sweep qilyapti. Agar likvidini yech olsak, mana shu maksimum likvidini yech olsak, yana ham yaxshi bo'lardi. No, likvidlarni yechmadik. Qarang, narx yonida turgan maksimumlarni urib o'tdi-yu, high yechmabdi-da, razvorot qilibdi. Mana bundoq. Fraktalniy razvorot o'zi mana bu qora svechani tagida bo'ladi. Likvidni yechgan bo'lganda bizda mana bu yerda savdoga kirish uchun juda ham zo'r setup bo'lib berardi. No, mayli. Kuzatamiz. O'qishdan bersa o'qirsin. Qarang, bozor bu tradingdagi nima desa bo'ladi? Tradingdagi o'yinlarning bittasi. Bozor siz bilan mana shunaqa o'yin ko'rsatishi mumkin.
Bozor xohlaganini qilishga qo'yib berishingiz kerak. Xo'p, men hozir stop olgan bo'lsam, bittagina blokda stop oldim. Hozir keyingi blokda idealni yurib beradigan bo'lsa, bittada akkauntni plyusga olib chiqib ketishi mumkin. Agar men har bitta mana bu yerdagi tochkalarda omadimni sinurgan bo'lganimda, hozir depozitni katta qismini zararga tiqib qo'ygan bo'lardim. Xo'p, ko'ramiz, kuzatamiz. Endi nima bo'ladi bu yog'iga? Qarang. Narx M15 time frame'da mana bu minimum urgani ketyapti. Mana, mana. Xo'p, men qayta savdoga kirmaganligim uchun shu lov urishni ozgina o'tkazib yuboraman. Xo'p, men bu yerlarda entry qilishga harakat qilmayman, chunki men bu svechada именно oqib kelgan svechaga blok chizib sell olishdan foyda yo'q. Chunki u hech qanaqa strukturani sindirmagan. Yaxshi, bozor keldi, minimumni oldi. Biz blok chizdik, men o'sha blokimdan yaxshigina ushlab qola olmadim. Stopni mana bu yergacha ko'tarib yuborishdan foyda yo'q. Xo'p, ikkinchi marta entry qilishim kerak. Endi qaysi joyga kiramiz? Endi qaysi joydan savdoga kiramiz mana? Hammasi oddiy bo'lishi kerak. Mana bundoq qilamiz. Mana bundoq. Endi mana sizda zonalar bor. Mana bundoq. M15. Keyin bizda M15 time frame'da keling mana bundoq qilaylik. Mana. Ikkita blok bor. Endi o'zingizga o'zingiz 1 minut savol bering. Xohlasangiz #ga ham bitta qo'yamiz. Mana. #ga ham bitta qo'yamiz. #da kimlardir bu yoqda bitta blok ko'ryapti. Mana. Agar fitili bilan olsangiz, sizda #da mayli, premium diskauntini tortib beraman. Xo'p, premium zonada bo'lganligimiz uchun men bu blokka balkim qiziqmassiz. Sizda sabab bordir bu blokka qiziqmaslikka. M15 time frame mana. O'zingizga 3 sekundga vaqt bering. Bu yoqda nima kutasiz? Bu yoqdan hozir kichkina time frame'ga o'tib, 1 minutlik o'tib olib turib, korreksiyasini ushlashga bay kirib ko'rasizmi? Yoki bu tarafda qanaqadir bloklar chizib yoki mana bu yerda breaker zonalar chizib turib o'zingizga bay qarab ko'rasizmi? Yoki narx bu yoqqacha kelishini kutib turib, именно bu yoqda yoki bu yoqda tasdiq qarab, sell pozitsiya qarab ko'rasizmi? Nima qilgan bo'lardingiz? Yoki mana bu breakerga ishonib turib, bu nuqtalardan bay kirishga harakat qilib ko'rasizmi? Qaysi harakat sizga mantiqliroq bo'ladi? Mana 3 sekundga o'zingizga vaqt bering. Mana. Qaysi harakat siz uchun mantiqli? Mana. O'ylangchi, nima deb o'ylaysiz? Mana. Xo'p, katta time frame bilan birlashtiraylik shuni. Bundoq qilaylik. 4 soatlik o'tkazay. Mana. 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 Qarang, keyingi svecha ham ayiq bo'lib dalshi pastga oqib beradimi yoki bu yoqdan orqaga korreksiya beradimi? Mana. #4 bilan M15 ni ko'ryapsiz qanaqa turishini. Mana #4 mana M15. Mana. Mana. Ko'ringchi, mana. Endi boyagi savolga qaytamiz. Narx o'zidan oldingi low olgandan keyin har doim ikkita yo'li bor. Ikkita yo'li bor. Birinchisi urib o'tib orqaga qaytish, ikkinchisi urib o'tgandan keyin dalshi pastga oqish. Minimum urgan paytda siz birinchi marta savdoga, bozorga kirib keldingiz, qarang mana bozorni ochdingiz, analiz qilsangiz minimumni tanasi bilan urib o'tibdi. Siz bu joydan dalshi sellga ochasizmi yoki ochmaysizmi? Ochmaysiz katta qismi bilan, katta ehtimol bilan. Chunki novichoklar shunaqa joyda savdoga kirmasa, bu hozir bizda sell ochadigan joy emas. Sell mana bu yerda o'tib ketgan, mana bu yerda o'tib ketib qolgan yaxshi joylar. Hozir bunisi yaxshi narx emas. Struktura o'zidan oldingi minimumni pastga yorib o'tgandan keyin pastki narxda hech kim sotish xohlamaydi. Hamma yuqoriroq narxda sotishni xohlaydi. To'g'rimi? Demak, ehtimolki bozor orqaga korreksiya berishi mumkin. Agar siz bu yoqdan bayga ushlamoqchi bo'lsangiz, balkim mantiqqa sal bo'lsa ham yaqinroq bo'ladi. Lekin bu yoqdan dalshi sellga ushlash o'sha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Siz grafigi yurg'izib yuboradigan darajada katta tashkilot bo'lsangiz, pastki narxda sotasizmi? Yo'q. Narx orqaga qaytsa, siz teparoqdan yuqori narxdan sellga ochganingiz ma'qulroq bo'lardi. O'shaning uchun bu yoqdan hech kim sell kirmas ekan.
bozor orqaga korreksiya berish ehtimoli bor. Buning uchun bizaga M15 time frame'imiz хотя бы fraktalniy razvorot berishi kerak. O'shandan keyin orqaga korreksiya beradi deb kutsak bo'ladi. Manda hozir fraktalniy razvorot tepada qolib ketibdi. Mana bu yerlardami? Shu yoqlarga to'g'ri kelyapti. Juda yuqorida qolib ketgan. Fraktalniy razvorot. Xo'p, kutamiz. Mana bozor pastga tushib kelyapti. M1 time frame'ga o'tkazib qaraydigan bo'lsak, bizaga хотя бы mana bu minimumni olganda yaxshi bo'lardi mana. Mana bu minimumni urib, keyin orqaga qaytishni boshlaganda korreksiyasini ushlashga harakat qilardik. Hozir bu turishida men realniy korreksiyasini ushlay olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Agar shu yerdan orqaga qaytib ketib qolsa, qaytdi. Nima deymiz endi? Kutamiz. Xo'p, M15 blokka keldi. M15 blokdan savdoga kirayotgan paytda mana bizada struktura pastga singan bitta blok bor. Endi bu yoqdan sell pozitsiya ochish kerak. Mana bu yerda M1 da razvorot ko'rsangiz, sira sell pozitsiya ochaverasizmi? O'zingizga savol bering. Nima uchun mana bu yerda turgan narx mana nima uchun mana bu yerda turgan narx bu yoqqa kelishi kerak? Mana bu minimumgacha pastgacha tushib kelishi kerak degan savolni qo'ying. Kimlardir bu yoqda hozir buy olyaptimi bu sell yurishi uchun? Kimlardir mana shu joydan buy kiradimi? Yo'q. Hech kim buy kirmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib bozor pastga oqib beradi? Shu savolga bitta boshingizni ortib ko'ring-da mana nima uchun? Demak, katta ehtimol bilan bizaga yaxshiroq tasdiq kerak. Yaxshiroq tasdiq eng birinchisi har doim impulsdagi likvidlar bo'ladi. Impulsdagi likvidlarni yechgandan keyin bozor orqaga qarab oqishi mumkin. Agar bu impuls bilan yurib kelgan harakatning ichida siz likvidni topa olmayotgan bo'lsangiz, likvid juda uzoqda bo'lsa, unda 10 tarafda manipulyatsiya qiladi. 10 tarafda chok berib turib, o'shani manipulyatsiya qiladi. Ozgina kutamiz. Ozgina. Mana. Qarang M1da qanaqa ko'rinish. Mana bu yerda narx ozgina pastga tushdi, tepaga ko'tarildi. Bu yoqda ham razvorot qilib turib, kelib likvidlarni yechdi. Endi mabodo orqaga razvorot beradigan bo'lsa, siz aytishingiz mumkinki, mana M15 deb ko'radigan bo'lsak, mana bu high sweep qildi. Mana bu high sweep qilib, orqaga razvorot qilsa, keyin oqib berishi mumkin. Ungacha sal vohli. Dalshi mana ko'tarilyapti. Dalshi ko'tarilyapti. Kutamiz. Mana. Yo'q. Xo'p, blokimni sal refine qilaman. O'ziga kelsin, mana bundoq qilaylik. Kutamiz. Hoppa. Yaxshi. Haylanyapti, ekstremalniy tochkaga ham yetib kelib qoldi mana. Ko'rdingizmi? Blokka keldi deb, razvorot qildi deb har bitta tochkadan sirazi sellga pozitsiya ochib ketayotganim yo'q. Mana. Xo'p, kutamiz. Birato'la maksimumni urib ham o'tdik mana. Endi bizda yana ikkita yo'l bor. High olgandan keyin orqaga korreksiya berish kerak. Bunga bizda istoriyada ishlamay qolib ketgan bloklarimiz yordam beradi. Xo'p, agar siz blokingizni mana bundoq range blok qiladigan bo'lsangiz, aslida bozor blokki ichida. Xo'p, mana bundoq qiladigan bo'lsak, buni ichidan to'g'ri tasdiq olib savdoga kirish qanaqa bo'ladi? Buni ichida mana bizdagi maksimumlar equal highlar likvid, bozor o'sha likvidning tochkalarini yechib bergandan keyin orqaga agar sirazi chok ko'rsatib beradigan bo'lsa, 1 minutlikda men sirazi bu yoqda 1 minutlikda blok chizib sell pozitsiya ochishim mumkin. Sirazi. Xo'p, buning uchun men equal highdagi likvidlarni belgilab qo'yay. Mana. Mana menda M15 haylarimdagi likvidlarim. 1 minutlikda nima kutaman? M15 likvidini yechgandan keyin fraktalniy razvorot berish kerak. Mana bizda fraktalniy razvorot. Mana bu esa bizda darslarimizda gapirgan PBL. Oxirgi blok likvidni yechishga yordam bergan blok. Bo'ldi, yetadi. Xo'p, chok kutaman. Agar sirazi chok beradigan bo'lsa, ketdi. Hoppa. Bo'ldi, bizga yana nima kerak? Bo'ldi. Mana bu blokdan keyin narx keldi, M15 likvidini yechdi, o'sha blokka kelib turib, ozgina orqaga qaytib, reaksiya olib turib, pastga sindirib o'tib ketdi. Reaksiya olgan diapazonni biz hammasini
blok sifatida belgilab olib, o'sha blokdan sell pozitsiya ochishimiz mumkin. Mana olamiz, blokimizni belgilaymiz. Xohlovchilar blokni ichkariroq qismidan savdoga kirib ko'rishi mumkin. Ya'ni xohlovchilar blok 50% dan man uje blokni ichida deb hisoblayapman. Mana blokni ichiga srazi qaytib kirdi. Keyingi switchi likvidni yechib, o'sha minutni o'zida blokni ichiga qaytib kirdi. Kimdirlar stopini mana bundoq qo'yishi mumkin, ozgina agressivroq. Kimdir esa konservativniy qo'yishi mumkin. Men stopimni salgina kichkinaroq qo'yaman, shu kattaroq reward olish uchun. Endi qarang, mana men 1 ga 5 ni belgiladim. Mani 1 ga 5im taxminan mana bu joyga to'g'ri kelyapti, M15 da. Bu esa kakras mantiqan to'g'ri keladi. Bizda bitta blok, ikkita blok. Agar birinchi blokni likvid deb hisoblaydigan bo'lsak, bozor take profitni olib, u pastdagi blokgacha kelib berishi ham mumkin. Shuning uchun 1 ga 5 yurgandan keyin qisman yopib, qolganini yana ozgina ushlab turishimiz ham mumkin bo'ladi. Agar xohlasangiz mana bundayroq qo'yishingiz mumkin. Stop sal konservativniyroq bo'ladi. Men ozgina agressivniyroq qo'yaman. 1% yana qaytadan ketdi 1 ga 5 mana. Mana. Endi men M15 dan keyin trendga teskari ishlab ko'ryapman. M15 ni highni urgandan keyin, любой bitta high urgandan keyin bozor orqaga korreksiya berish ehtimoli bor. Men o'sha korreksiyani ushlashga harakat qilib ko'raman. Mana. И всё. Ketdik. Voy, bozor meni limitim ushlamadi. Aslida limitimiz sal pastroq qo'ysam bo'lar ekanda. Ikkinchi switch ushlamay ko'ramiz, kutamiz. Bilmadim, lekin bor-ku. Mana shu switchadan ham yana srazi, mana shu order blok o'zidan ham srazi qochib ketadimi deb o'ylayapman-da. Просто 2 marta entry qilish niyatim yo'qda. Boya aytganimdek, bitta blok, bitta entry bo'lishi kerak. Mana menda o'sha blok, mana meni o'sha entryim. Limitim ushlasa yaxshi, ushlamasa o'zi biladi. Blokimga yana keldi, lekin qarang, mana blokimga kelgan aslida meni entryim ichkariroqda turibdi. Mana bu yerda turibdi. Mana. Narx aslida blok ichiga keldi. Meni entryim sal xato joyda bo'ldi-da. Oqib ketmasa bo'ldi ish qilib. Oqdi. Udalit qilib tashlayman. Udalit qilaman. Keyin bozor qarang, 1 ga 5 yurganda qisman yopishi mumkin. Agar men bu likvidni yetsa, pastdagi blokgacha kutsangiz ham bo'ladi bozorni hali. Ko'ramiz. Mana. Narx pastgacha keldi, 1 ga 5. Xohlovchilar full take profit bilan yopishi mumkin. Agarda siz mana bu yerda M15 blokdan bozor reaksiya oladi deyotgan bo'lsangiz. Mana. Endi keling shu yoqda M15 reaksiyasiga bayga ishlay olamizmi, yo'qmi ko'ramiz. Qarang. Mana M15 bloki. M15 time frame'da mana bundoq chiziladi. Mana. Mana. Order blokimiz aslida esa bu yoqda turibdi. Qo'shimcha tasdiq uchun sal mana buni to'xtang, sal anaqa qiling. Qo'shimcha tasdiq uchun premium diskount tortaman. Tepadagi blokim o'zi 50% danmi yo'qmi bilish uchun. Yaxshi 50% da. Yaxshi. Bu yoqdan buy kirib ko'rsak bo'ladimi? Xo'p, M15 time frame'da bizda mana bu blokimiz hech qanaqa likvidni yechmagan, o'ng tarafda bizga manipulyatsiya kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchi razvorotidan sirazi buy kirib yubora olmayman. Birato'la yorib o'tib ketdi-ku. Ketdi bu menimcha. Agar mana shunaqa paytda qisman ushlab turgan bo'lsangiz, хотя бы 0.01 larmi, уже qolganini mana 1 ga 10 da yopishingiz ham mumkin. Mana. Mani entryim sal ichkarida bo'lib ketganini hisobiga ushlolmay qoldim-da, o'zi. Mana shu blokdan sell ketadi deb hisoblagandik, bozor haqiqatan ham ketdi. Endi mana M15 time frame'da bozor zonaga yetib keldi. Bu zonadan buy kirib ko'rishimiz mumkin. Faqat bu yoqdan 4 soatlik time frame bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da narx hali ham o'zini 50% ga yetib kelmagan. Mana. O'zini 50% ga yetib kelmagan. Bu 50% ga yetib kelishi uchun bizga mana bunaqa o'yinlar ko'rsatishi mumkin. M30 ga o'tkazib turib anaqa beraman.
Tasavvur qiling, 4 soatlik 50% ga kelmoqchi, pastga tushib kelishi kerak. Sell yurib kelishi uchun bozorga baychilar kerak bo'ladi. Bozor esa bayga bitta fake razvorot ko'rsatib, tanasi bilan yorib o'tib, hamma bu yoqdan bay kirishni boshlaganda, ularni stopini olib, dal shu o'zini 50% ga kelib berishi mumkin. Ya'ni, siz любой bitta time frame'ni sredniy qilib olganingizda, o'sha time frame'ingizda ko'pincha doimiy ravishda ham, fake choklar bo'lib turadi. Fake choklar bo'layotganiga ishonch hosil qilish uchun, fake choklarga aldanib qolmaslik uchun bundan ham katta time frame'ga o'tqizsangiz, bozorni yana ham yaxshiroq tushunishni boshlaysiz. Bu degani M15 har safar masalan low olsa sell, 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 high olsa buy, 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 low olsa sell, 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 bozor ketidan yuraman deb o'ylasangiz, bozor sizni aldaydi. Biz strukturani ketma-ket belgilab ketaveramiz. Masalan, high olsa buyga belgilaymiz, low olsa sellga belgilaymiz. Lekin har bitta belgilagan strukturamizda har bittasida 100% сделка ochib ketavermaymiz. Bozor bizani aldashiga ham yo'l qo'yib berishimiz kerak. Agar hozir bozor mana bu joyda minimumni pastga yorib o'tib ketadigan bo'lsa, demak boyagi biz chizgan 50% ga qarab ketayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun mana bu joyda ochib qo'ygan pozitsiyangizni katta qismini yopganingizdan keyin 001 ni o'zingiz uchun qoldirib ba'zan ushlab turishingiz ham foydali bo'ladi. Pastga yorib o'tib ketib qolsa, mana shu trendni eng boshidan kirib, oxirigacha ushlayotgan bo'lib qolasiz. Xo'p, bizda hali bironta razvorot bo'lgani yo'q. M15 ga o'tkazishim kerak edi. Men M30 ga o'tkazib qo'yibman. Qarasam. Qarang, M15 da mana blokimga keldi. Mana bu minimum kimnidir aldaganmi, bironta likvidni yechganmi, mana qarang. Mana. Narx to'g'ri pastga tushib keldi и ko'tarilib ketdi. Mana bu minimumdan keyin ko'tarilgan. Bu hech qanaqa low'ni aldab ketgani yo'q. Demak, katta ehtimol bilan buni o'zi likvid. Bizga 10 tarafda manipulyatsiya kerak bo'ladi. O'shaning uchun 10 tarafda bizga bitta razvorot kerak. Sira savdoga kirib olmaymiz, kutamiz. Ana. Low'ni ham oldik. Ko'rdingizmi? Qisman ushlab turish foydali. Orqaga qaytib ketayotganda yopsangiz ham, hatto 001 ushlab turadigan bo'lsangiz, mana qarang. Qatta savdoga kirib mana bundoq qiling. Ko'rinsa mana. M15 da ko'ryapsizmi? Agar bu 50% gacha borib bersa-chi, mana. Yo'q. Low olib sirazi orqaga qaytaman deyapti bu. Ko'ramiz? Mana. Bozor M15 time frame'da M15 dagi low'ni oldi. Mana bu yerdagi hamma minimumlarni sweep qildi. Likvid yechildi. Mana. Mana shu likvidni yechishga kim yordam berdi? Mana M15 ga o'tkazaman. Mana shu likvidni yechishga kim yordam berdi? Qaysi blokdan keyin borib likvidlar yechilgan? Mana bizada o'sha blok PBL, mana bizada chok. Agar siz trendga teskari, ya'ni M15 da o'zi kuchli minimum edi, bu maksimum urib o'tgan. Shu kuchli minimumga asoslanib buy pozitsiya ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda savdoga kirish uchun tasdiqli setup. Mana bu joydan buy kirish tasdiqli setup. Faqat boya aytganimdek, bu bizaga bundoq ikkinchi svecha bilan dalshi pastga oqib beradigan bo'lsa, H4 50% ga qarab ketayotgan bo'lsa, prosta bitta stop oladi, bo'ldi. Bitta unaqa strashniy narsa bo'layotgani yo'q. И всё. Agar siz bu yoqdan savdoga kirmoqchi bo'lsangiz. Xo'p, 1 ga 5 mana bundoq qilaylik. 1 ga 5. Please order. Yana 1%. O'zi shundoq ham mana bu 1 ga 10, 1 ga 12 bo'lib ketibdi. 1 ga 10 yurib qo'ygan. Siz buni 1 ga 5 deb yopgan bo'lasiz. O'sha foydangizdan 1% ni risk qilib ko'rish, ничего страшного. Xo'p, bozor keldi, limitlarni ushladi. Limitni oldi. Bilmayman, ko'ramiz, agar pastga dalsh oqib ketib qolsa ham qo'rqinchli emas. Men o'ylashimcha bu pullarni zararlarni chiqara olamiz deb o'ylayman. Mendagi bor yo'g'i ikkinchi сделка bu. Uzr dedi-ku, uzr, pastga tushaman deyapti-ku bu. Xo'p, yana kattalashtiramiz. Sizga tushunarliroq bo'lishi uchun 4 soatlikka o'tamiz. Biz aslida hali ham boyagi blokda turibmiz. Mana. Hali ham shu 4 soatlik blokda turibmiz. 50% ga qarab ketayotgan bo'lishimiz mumkin. Xo'p,
M15 ga o'tkazib qaraydigan bo'lsamchi, M15 da mana, mana. M15 da nima bo'ldi? M15 da bozor o'zidan oldingi minimumni tanasi bilan urib o'tdi. Mana. Tanasi bilan yopgandan keyin ikkita yo'lingiz bor har doim. Minimum yoki maksimum urgandan keyin yo orqaga qaytishingiz kerak, yo davom etishingiz kerak. O'shanga tasdiq olib savdoga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Agar siz orqaga qaytmoqchi bo'lsangiz, mana chap tarafda istoriyada strukturani belgilagandan keyin ishlamay qolib ketgan bloklarimiz bo'ladi har doim. Mana bu yoqda bitta blokimiz bor. Bu yoqdagilar uje ishlab bo'lgan ekan. Hammasi uje zanjirli ishlab bo'lgan. Bulargacha ishlab bo'lgan. Xo'p, men mana bu yerda ravniy minimumni ko'ryapman. Bular likvid katta ehtimol bilan. Demak, bozor bu bloklarimni yorib o'tib ketadimi deymanda hozir. Ravniy minimumda likvidlar bor. Xo'p, bozor blokimga keldi. Endi men 1 minutligiga o'tkazaman. Agar mana shu blokimni ursa, likvid yechgan bo'ladi. Mana bu minimumdagi. Undan keyin tasdiq bilan yana harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, menga hozir 1 minutlikni strukturasi emas, 1 minutlikda ko'proq entry qiziq bo'ladi. M15 da esa mana bu likvidni oladimi, bozor yo'qmi ko'rmoqchiman. Qarang. Hoppa! Likvid yechildimi? Yechildi. O'sha likvid yechilgan joyi shundoq olib belgilaymiz. Mana. Yetib keldik. Mana M1 da o'sha likvidlar. Shu likvidni yechishi bilan agar bozor orqaga razvorot ko'rsatadigan bo'lsa, uje buy kiraman. Men M15 da uje korreksiyasiga ishlashga harakat qilib ko'raman. Xo'p, mana bu likvid yechilishi bilan mana bu joyda menda M1, undan keyin menda bloklar bor. Mana bundoq olamiz. Mana M1 blok. Xo'p, zonaga keldi. Ozgina orqaga reaksiya yorib o'tdi. Boppa, mana. Yorib o'tdik. Qarang, narx nima harakat ko'rsatyapti? Men bu yerdagi blokdan oq svechani blok qilsam, o'sha blokdan keyin keldi, likvidni yechdi. M15 dagi men bu yerdagi likvidni bozor kelib yechdi, tepaga ko'tarildi, ozgina reaksiya olib turib, keyin yorib o'tib ketdi. Bozor orqaga razvorot qildi. Mana shu reaksiya olgan vez diapazonining ichidan biz buyga entry qilishimiz mumkin. Demak, men shu diapazonni hammasini belgilab olaman. Mana qarang, vez diapazonni belgilayman. Va meni savdoga kiradigan nuqtam mana shu diapazonni o'zida bo'lishi kerak. Stopim esa mana shuni low'da bo'lishi kerak. Konservativniy bo'lish uchun mana bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi. Men sal beriroqqa qo'yaman. Endi entryimni men 50% lardan qilmoqchiman. Zonam katta bo'lganligi uchun. Kattaroq reward olish maqsadida. Xo'p, 1 ga 5 ni mo'ljal qiladigan bo'lsam, M15 ni taxminan breaker zonasiga to'g'ri kelyapti. Mana bu zonagacha boryapti, taxminan. Mana. Men tezroq 1 ga 5 olish niyatidaman. Mana bundoq. O'shaning uchun kichkinaroq savdoga kirmoqchiman. Siz esa 1-2 pipsdan qochmasdan bu yoqda kirish o'rniga men bu yerda kirsangiz ham limitingizni ushlab ketaveradi. Zonani, bloklarni kim qanaqa olishi hammani o'zini ixtiyorida. Mana. Hop, ketdik. Endi bozor ko'ramiz. Narx keldi, limitimni ushladi. Походу. Ushamadimi? Ushabdi. Bo'ldi. Endi narx mana boyagi bezubitga masalasi bo'yicha narx mana bu maksimumdan keldi, limitlarni ushladi, chiqib maksimum yangilab beryapti. Mana bu joyda bezubitkaga olish mumkin. Prosta narx shu diapazonni ichiga yana bir marta kelib turib retest beradigan bo'lsa, sizni savdodan chiqarib ketadi. Men 1% risk qilayotganim uchun bu yerda strashniy narsa yo'q. Men yana bir marta 1% stop loss olishga tayyorman. O'shaning uchun bezubitkaga tezroq qo'ymayapman. Ko'pchilik bezubitkaga tez olib qo'yganligi uchun qiynalib yurishadi. И всё, ketdik mana hozir bozor yurg'izamiz. Qarang. Hop. Endi M15 bo'yicha ko'radigan bo'lsam, aslida biz mana bu breaker zonada yopishga harakat qilyapmiz-ku. Bizga yaqinroq turgan order blokimiz M15 da mana bu yerda turibdi. Siz 1 ga 5 da katta qismini yopib olib turib, kichkina qismini mana shu joyi o'zida yopsangiz ham bo'ladi. Mana menda 1 ga 5 da yopilsin сделкам. Zarardan chiqib ketay, lekin mana bu joygacha kutsam ham bo'ladi. Ozginchasini qoldirib qo'yib. Mana shu nuqtagacha kutsam ham bo'ladi. Shunda
Pozitsiya 1/7 yurgan bo'ladi mana. Ko'ramiz. Agar M15 o'sha yergacha borib bera olsa. Borib bera olmasa o'zi biladi. Yo'q. Yaqin keldi lekin. Juda yaqin keldi. Men bu yerda hech qanaqa order ko'rmayapman. Bozor hozir bundoq orqaga qaytib turib, likvidlarni yechib turib, keyin dalshi ko'tarilib berishi ham mumkin. Bozorda hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin men bu yoqdan baribirga ham ideyani mana bu maksimumgacha ko'tarilib boradi deb hisoblayapman. Qarang. Ko'ramiz. Ko'tarilsin sen. Juda yaqin keldi, tek profitim olmadi. Shuni M15 ga o'tkazib yurg'izsamchi. Hoppa. Mana. Aslida 1/7 ga yurishga harakat qilamiz. Balkim zonani ichkarirog'igacha kirib borar. Balkim 1/8, 1/9 ham bo'lib ketar. Katta qismi o'zi odatda M15 blokka kelganingizdan keyin o'zi struktura bo'yicha sell ko'ryapmiz. 80-50% gacha ko'ryapmiz. Shuning uchun blokka yetib kelishi bilan pozitsiyani yopgan yaxshiroq. Boshqa risk qilmasdan. Tushunarli-a? Xo'p, bozorni kuzatamiz. Tak M15 ga o'tkaza qoling. Hoppa. Mana. 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 Chistiki berdi o'sha joyga. Toza. Mana. Ko'ryapsizmi? Endi men yana grafikimni kattalashtiraman. Mana. Qadam-ba-qadam ketyapmiz. Mana grafikimni kattalashtiraman. Endi siz nima ideya kutasiz? Nima ideya kutasiz? H4 ga o'tkazaman deb bitta ko'rib oling. Qarang. Mana. Mana. H4 harakati. Minimum maksimumlarni hammasini ko'ryapsiz. Endi bu yog'iga nima kutasiz? Dalshi bay kutyapsizmi? Ko'tarilib ketishini yoki bu yoqdan sell kutyapsizmi? Mana qarang. Bizga buni qoidalarimiz ko'rsatish kerak. Agar siz chalkashib ketmayotgan bo'lsangiz, mana men hamma narsasini o'sha qoidalarim bo'yicha ko'rib boryapman. Xo'p, M15 ga qarayman-da, boyagi fikrimga xulosa qilaman. Mana H4 da aytdik-ku, yo bu bay ketish kerak, yo bu sell ketish kerak dedik. Buni yaxshiroq ko'rish uchun M15 ga o'tkazdik. M15 da mana men bozorni dalshi nima bo'lishini bilmayman. Qoidalarimga qarab yurishga harakat qilyapman. Xo'p, men bu likvidniy tochkani olib turay, bu yerda o'zi struktura bo'z qilgan mana. Tak, mana. 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 Shundan keyin ham siz qaysidir signal kanal bilan o'tirasizmi? Mana qarang. Struktura pastga singan, hech qanaqa murakkab narsa yo'q. Ortiqcha o'ylab boshimizni og'ritadigan narsa yo'q. 1% risk qila olasizmi shu yerdan sellga? Mana. 1% shu joydan sellga risk qilasizmi yoki bu sizni fikringizcha bundoq kelib turib fake choke qilib turib maksimumni olib keyin yana dalshi bay ketadigandek tuyulyaptimi H4 bo'yicha? Mana qarang. Tak, bundoq qilamiz. Man keling bittasini H4 ga o'tkazay mana. 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 Qaysi fikrdasiz? H4 high'ni olishini kutyapsizmi? Men bu high olishini kutyapsizmi yoki men bu low olishini kutyapsizmi? Bozor mana bu yerda turibdi. M15 esa mana bu holatda turibdi. Siz именно shu joyda buy pozitsiya qaragan bo'larmidingiz, sell pozitsiyani? Mana. Qarangchi qaysi biri yaxshiroq? Mana. Sell pozitsiya yaxshiroq, to'g'rimi? Fikrimga qo'shilasiz. Demak, mana bundoq qilamizda. Men buni 1 minutliga o'tkazamanda. Endi buni sal beriroq olib turamanda M15. Qarang, M15 ni mana bu istoriyadagi narsalarni olib turayda. Bizga yana ham fokusimizni chalg'itmaydigan bo'lsin-da mana. 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 Bor shu. Buni vashsheta bor-ku, yana ham kichkinaroq qilsam, bizga umuman xalaqit qilmaydigan darajaga olib kelsam, ko'rgan bo'lsangiz, mana struktura pastga yorib o'tgan. Hoppa. Xullas. Chizmadim. Sell.
Selga qanaqa tushsak bo'ladi? Selga ikkita variantimiz bor. Birinchi variantimiz bozor o'zidan oldingi high'ni svip qilgan. Mana bu maksimum svip zona. Bu maksimum svip zona. Bu yoqdan sell tushish uchun yaxshi variant. Bizaga qo'shimcha tasdiq sifatida narx tepaga, pastga, tepaga, pastga, tepaga konsolidatsiyaga tushdi. Kichkina time frame'da mana bu yerda flat bor. Mana bu yerda 3 ta 4 ta svecha bokovoy terilib qoldi mana bu yerda. Tak 1 2 3 4 5 ta svecha bokovoy terilib qolibdi. Hozir chiqdi likvidlarni yechdi. Razvorot qilsa sellga kirib ketishimiz mumkin. Chunki mana bu likvidlarni yechgan swip zona bor, o'ng tarafda ham bozor likvidlarni yechyapti. Undan keyin sellga yurish ehtimoli ancha yuqori. Mana. Xo'p, bozorda boshqa bloklar bormi? Ekstremalniga blok chizadigan bo'lsam, bu ekstremalnidagi blok aslida ishlab bo'lgan. Mana. Ekstremalnidagi blok ishlab bo'lgan. O'shaning uchun men shu blokdan sellga pozitsiya qarab ko'rishim mumkin. Mana. Bo'ldi. Murakkablashtiradigan narsani o'zi yo'q o'rtoqlar. Bu yoqdan bay kirib ketolmaymiz-ku, chunki mana bu harakat strukturani tepaga yorib o'tmagan. Bu yerdan qanaqadir blok chizib turib, srazi bay kirib ketolmaymiz-ku. To'g'rimi? Sell kirishimiz kerak. Bo'ldi. Mana bozor blokka yetib keldi. Blokka yetib kelgan qismiga e'tibor beradigan bo'lsam, qarang, mana bu maksimumlar, o'rtadagi high'lar hammasi high'larni likvidini yechdi. Shu likvidlarni yechishga yordam bergan blok mana bu yerda turibdi. Mana. Narx shu blokdan keyin chiqdi. Hamma high'dagi likvidlar yechildi. Endi men bu tarafiga zanjir qilib chizib, mana. Keyin sellga pozitsiya ochib ko'rishim mumkin. Mana. Xo'p, men ichkariroq qismidan savdoga kirishga harakat qilaman. Nimaga? Stopimni sal maksimumga qo'yish uchun. Mani hozir akkauntim uje plyusda turibdi. Zararlarni hammasini qoplab olganligim uchun 1% risk qilish bu unaqa katta katastrofa emas. Xo'p, 1 ga 5 qo'yilibdi. Endi kuzatamiz. Ye. Davay. Toychon. Qochib ketdi походу. O, yaxshi. Bordi bozor stopimizni oldi. Ничего страшного. Ничего страшного. Endi mana bu blok, odatda men shu blokka ichida qayta entry qilavermayman, chunki bitta blok bitta stop olib kelsin. Agar o'zingizga ikkita stop olaman desangiz, ikkita stopga ruxsat bersangiz, ikkinchi marta ham entry qilib ko'rishingiz mumkin. Men hozir iloji boricha bitta blok, bitta stop degan qoida bilan ishlamoqchiman. Ko'ramiz endi M15 razvorot qilish kerak. O, xayoli boqadimi deymanda. Qarang. Hoppa. Hop. Agar mana bu maksimumni olib qo'ysa, biz sell pozitsiya ochishimiz mumkin bo'ladi. Agar mana shu high olsa. Xo'p, men bu blokdan kirganlarning hammasini stopini oldi bozor. Mana. Menga o'xshab savdoga kirganlarni. Keyin mana bu yerda ham hozir bozor ikkinchi marta razvorot berdi. Kimdirlar ikkinchi marta savdoga kirgan bo'lsa, narx ozgina yurdi. O'ylashimcha bezubitkaga olishga ulgurmagan, hammani yana bitta stopini olardi. Keyin mana bu yerda bozor yana bir marta razvorot qildi. Misol uchun, kimdir yana sell pozitsiya ochadigan bo'lsa, yana bitta stopini olgan bo'lardi. Agar siz har bitta blok ichida nechta setup bersa, hammasiga entry qilaversangiz, siz ozgina manipulyatsiya qilgan paytda stopingiz 10 talab yig'ilib ketib qoladi. Bo'ldi, men struktura bilan yurishim kerak. Bitta blok, bitta stop. Agar high olib qo'ysa, keyin buy kirib ketaveraman. Bo'ldi. Ничего страшного. Bo'ldi. O'ylaydigan narsa yo'q. Xo'p, ko'ramiz. Ol, men buni M15 ga o'tkazsamchi. O'zbekning kallasi abetdan keyin ishlaydi deydi-ku. Cho'tachi, mana bu bor-ku. Mana bu yerdagi bloklardan reaks olsa kerak balkim. O'zini M15 zonalaridan. Yaxshi.
Bundoq qilaylik. Mana o'zini zonasi. Balkim shu yerdan teparoqqa yana chiqib berar. Oqdi-yu. Likvidlarni yig'ishtirib. Likvidlarni yig'ib. Yaxshimas, yaxshimas, yaxshimas. O'tkazvordik shekilli. Hop, 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 hop. Men bilmadim. Men bu hay bilan mana bu orasida turibdi deb ko'ryapman-da bozorni. Mana shu minimum bilan maksimum ichida turibdi deb ko'ryapman. Agar narx hozir mana bu minimumni qayta yangilab beradigan bo'lsa, o'sha bozor o'rtadagi ko'tarilib likvidlarni yechib turib, mana bu yerdagi bloklarni yorib o'tolmasdan shu yoqdan oqayotgan bo'ladi. Korreksiyasiga keyin уже mana bu lowgacha yetib olsak bo'ladi. Agar bu minimumni ololmasa, shu minimumni ololmasa, yana ozgina flet bo'ladi yoki nimadir sabab bo'ladi. Agar mana bu minimumni ololmasa, ну, yaxshi. Bozor bordi, maksimum urib o'tdi. Endi nima qilsak bo'ladi? Maksimum urib o'tgandan keyin bizda ikkita variantimiz bor. Maksimumni mana bundoq belgilab olaylik-da. Ishqilib sizlarni zeriktirib yubormayapmanmi? Sekin gapirib, просто men sizlarga yetarli bo'lsin deyapman-da, har bitta qoidalarim tushunarli bo'lsin deb anaqa qilyapman. Qarang, H4 ga o'tkazadigan bo'lsak, bozor походу biz kutgan 50% ga bormaydiganga o'xshayapti. Nimaga? Chunki narx impuls, korreksiya, impuls berdi, fraktalniy razворот qildi, low sweep qilib, keyin chiqib high oldi. Уже bu yoqda bizda ayiq trend emas. Уже korreksiyamiz, mana bu fazamiz tugab qolganga o'xshayapti. Chunki bozor orqaga razворот ko'rsatib qo'ydi. Bu davom etishi uchun mana bu minimumni tagida yopilishi kerak. Mana minimumni tagida yopilsa, o'shanda minimumni urgandan keyin siz yana 50% ga ketayotgan ekan deyishingiz mumkin. Agar uptrend paytida bozor 50% ga kelmasdan yana orqaga fraktalniy razворот qilib turib, o'sha mana bu yerda minimum urib, keyin fraktalniy razворот ko'rsatib, yana bir marta high olsa, bu возможно borib high olib ketishi mumkin degani. M15 ga o'tkazamiz. M15 ga mana struktura o'zidan oldingi high tepaga yorib o'tdi. Endi sizda ikkita yo'l bor. Mana bu high urib o'tgandan keyin bu tomonda dalshi ko'tarilish yoki orqaga korreksiya. Mana. Siz mana shu joydan buy kirarmidingiz? Mana bu joydan. Unda stopingizni qayerga qo'yasiz? Stopingizni mana bu yerga qo'yasizmi yoki mana buni tagiga qo'yasizmi? Bu yoqdan buy kirsangiz. Misolda, qaysi variant ma'qulroq bizga? Qaysi variant? Mana buy kiradigan joylarimiz aslida pastda yotibdi. Mana. Xo'p, ikkinchi blokim ham bor. Mana. Xo'p, bu blokim ishlab bo'lgan ekan, men ishlamagan qilay, mana bundoq qilay, refind qilay. Mana bizda ishlamagan blok. Keyingisi mana bu yerda turibdi. Xo'p, bularni как раз sweep qilgan ekan. Mana bu low sweep qilgan. Keyingi blokim mana bu yerda. Yo, даже bu yerdacha sweep emas ekan, uzr. Equal low, ikkalasi ham likvid. Mana. Ravni minimum turibdi, bu yerda likvid bor. Men sweep qildi deb o'ylab qoldim. Mana bizda likvidniy zona. Keyin shu turishini o'zida ham ko'ryapsizmi, uchalasi 50% da. Yana teparoq chiqsa, как раз diskount zonada bo'lib qolaveradi uchalasi ham. Ну, kuzatamiz. Kecha nima deb aytgan edim? Bizda 3 ta zona bo'lib qolsa, ozgina kutishimiz kerak degan edim mana. Xo'p, men kichkina time frame ga o'tayda, korreksiyasini ushlashga harakat qilib ko'raman. Narx ko'tarildi, orqaga qaytyapti. M1 da endi birinchi fraktalniy razворот. Ну, yaxshi. Kuzatamiz. Qarang, 1 minutlik time frame, bozor fraktalniy razворот qildi. Hamma bu yoqdagi bloklardan sell pozitsiya ochishni boshlaydi. Men esa maksimumda likvid turibdi deb hisoblayapman. O'sha likvidni yechish kerak. Oppa. Stoplarni oldimi? Olmadim. Hammani stopini yig'dikmi, yig'madikmi mana. Yig'dik-a stopini. Yaxshi. Stoplarni olishga kim sababchi bo'ldi? Qani, obbo.
Man sell pozitsiya ochamanmi deb o'ylayotgandim, lekin chuchvarani xom sanabman. Bozor maksimumi likvidini olgandan keyin bizaga razворот qilish kerak. Razворот bu yoqda turibdi. PBLimiz esa mana bu yerda yotibdi. Даже mana bu svechani olgan taqdirimda ham farqi yo'q. Qaysi svechani olsam ham blokni sindirish kerak, ham cho'kib berish kerak. Bu juda uzoqda ekan bizga. Afsus, afsus. Afsus. Ana. Bozor cho'k qildi. Keling boyagi holatga qaytarik. Mana PBL. Bozor nima qildi? Narx pastga tushib keldi. Impuls, korreksiya. Impuls, korreksiya. Impuls bilan yorib o'tib ketdi. Xo'p, endi men 3-harakatda o'ziga limit qo'yay. Mana bundoq. Stopimni maksimalniy mana bundoq o'rtarog'iga qo'yib, bilmadim, men sal beriroqgacha qo'ymoqchiman-da stopimni. Agar mana shundoq qo'ysam, blokkacha tushib boradigan bo'lsam, 1/5 ola olamanmi yo'qmi? Qarang, 1/3,5 bo'lib qolyapti. Eng birinchi M15 blokgacha mana M15da 3 ta blokim turibdi. Eng birinchisigacha borgunimcha ham mana 1/3,5. Odamlar misol signal beraveradi sizga. Mana bundoq qiladi-da, bloklarni chizib turib. Davay go o'rtoqlar deydida. Ularda nevidniy hammasi. Qo'yib qo'yaveradi. Agar narx mashtgacha kelib bersa ham tek profitda normalniy tak. Menga uncha ko'rinmayotgan ekan bu yerda. Men, например, mana bu joydan mana bu yergacha yursa ham pipsi normalniy bo'lib qolaveradi-da. Xo'p, men cho'ta ko'ra olmayapman. Nimaga unaqa g'alati ko'rsatyapti bu? Bilmadim, pipsini bilolmadim. Xullas, men bu yoqqacha 30 pips, 40 pipsdan keyin уже sekin bezubitkaga olinglar, yurdi-ku, foydada edinglar-ku deyaveradida. Xullas, nevidniy. Menga sal vidniyroq bo'lishi kerak. Bundoqroq qo'yaylik. Stopimni pastga tushira olmayman, chunki tepada ham order blok bor. Agar narx mana bu order blokka kelib ketadigan bo'lsa, mazamni qochiradi. Ishonavering mana. Mana. Bundoqroq qo'yadigan bo'lsak, bizda pastda 3 ta blokim bor. 3 ta blokka kelishga ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun men sell pozitsiya ochishga harakat qilaman. Shunaqa. Hop. Ortiqcha bosh og'ritvordim borku, bundoqroq qo'yaylik-da. Mana shu joydan kirmasam bo'lmaydi, boshqa ilojim yo'q ekan men. Хотя 1ga 4,5 qo'yay. Qani ketdi u. Qani 1 minutlikda faizimizni bersin deydi-ku. Yo, bu srazu oqdi-ku. Bo'ldi, men limitni udalить qilib yuboraman. Уже blokgacha kelib qoldi narx. M15 blokgacha. Hop, kutamiz. Уже men bu yerda orderim yo'q. Bu уже hisob emas. Buni olib tashlasak ham bo'ladi. Men pastdagi bloklardan bay kiramiz deb o'ylayotgandim. Bozor esa kelib berayotgani yo'q. Ye. Qarang, M1da pastdagi blokgacha tushib keldi. Mana. Va mana 3 ta blokim bor. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biridan savdoga kirsak zo'r bo'ladi ishimiz? Qaysi biridan kirsak savdoga zo'r bo'ladi ishimiz? 3 ta blokim bor. O'rtada likvidlar bor. Mayli, birinchisini hisoblamagan taqdirimizda ham 2 ta blok qolyapti. Qaysi biridan savdoga kirsak ishimiz zo'r bo'ladi? Men bu blokimiz, men bu minimum, bironta minimumni swip qilganman. Keyin bu o'zidan oldingi low urib o'tib, men bu low urib o'tib, orqaga qaytib borib maksimum urgan. Men bu kimnidir aldagan. Bu kimnidir aldaganmi? Yo'q, hech kim aldamagan. O'shaning uchun ekstremalniy zonalardan savdoga kirishga diqqatimizni qaraturishimiz kerak. Mana bu yerdagi bloklarni har bittasidan savdoga kira olmaymiz. Bu bloklardan savdoga kirishimiz uchun fraktalniy razворот kerak. Fraktalniy razворот qilib bersa, demak mana bu blok narxi ushlab qolibdi deymizda, yangi blok chizib turib, yangi blokdan bay olamiz. Agar buni to'g'ri pastga yorib o'tsa, ikkinchi blokka keladi. Ikkinchi blokda ham orqaga razворот berishini kutamiz. Mana. Men o'shaning uchun boshimni ham og'ritmayapman bu yoqda. Xo'p, o'tkazvordim. Uzrli. Mana bu yerda ozgina setup bermoqchi bo'lgan, qarang.
fraktalniy razворот qilgan, keyin bizada blokkimizga keldi. Blokka kelganda mana bu yerda M1da entry qarab ko'rishimiz kerak bo'lgan ekan M15da qarang. Bu prям lower bo'pti. Prям lower bo'pti. Yaxshi. Endi ikkinchi blokka keldi. Ikkinchi blokka kelgandan keyin ikkinchi blokda razворот kutishimiz kerak. Bizning razворот qayerda bo'ladi? Mana bu yerda bo'ladi. Razворот qilib olgandan keyin bay olsak yaxshiroq. Agar men hozir M1da tasdiq olib turib bay olib qo'ysam, bundoq kelib turib low urishi mumkin. Chunki narx pastga tushyapti, ko'tarilyapti, low olyapti, ko'tarilyapti, low oladi. Ko'tariladi, yana low olib, dal shu trendni o'zgartirib ketib qolishi ham mumkin. Men trendni просто trendni yo'liga limit qo'yib qo'yayotganday bo'lib qolaman. Tushunarli a? Agar M1da kiradigan bo'lsangiz hozir tezroq bezubitkaga olib turish kerak, chunki ichki strukturaga teskari kiryapsiz. Mana. Xo'p, ozgincha yurg'izing. Hech nima yo'q-u, tak. O! Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ekstremalniga tushib ketmiz. Ekstremalniga. Xo'p, nima qilsangiz zo'r bo'ladi? Razворот qilib olsa, savdoga kirsa yaxshiroq. Xo'p, M15da bu yerda likvidlar pastda yotibdi. 1 minutlikda menda kirishga по-любому entry yo'q. Shuning uchun ozgina o'tkazib yuboring. Qulog'im tinch bo'lsin. Yaxshi. Ana. Qarang nima qildik? Orqaga razворот qildikmi? Mana bundoq qiling, mana. Cho'k qildimi bozor? Fraktalniy razворот qildi. O'sha fraktalniy razворот qilayotgan paytda, mana bu yerdagi bloklardan ozgina orqaga reaksiya olib turib, keyin tepaga yorib o'tib ketdi. Keling, mana shu blok ichida M1da entry qilib ko'ramiz mana. Xohlasangiz blok kattaroq olishingiz mumkin. Buni ayb joyi yo'q. Mana bundoq qilamiz. Mana shu blok ichidan M1da entry qilib ko'raman. Mana. Shu yoqdan buy. Yaxshi. Qani bir ko'raylikchi. Faizimizni bersin qani, xudo. Ko'raylik, u pastgacha oxir. Tak. 1 minutlik o'tkazib yurg'izayotganim vaziyatda o'tkazib yubormaydi deyotgandim. O'zi M15da ham unaqa tez yurib bermagan ekan. Xo'p, zonaga yetib keldi. Mana. Zonaga yetib keldi. Xo'p, M15da primoy толчок bilan ko'tarilgan. Bu tarafda hech qanaqa manipulyatsion harakat yo'q. Ikkitagina svecha bilan ko'tarilgan. Tim более o'zidan oldingi low sweep qilgan. Men bu minimumda kirishim kerak. Menga 10 tarafda manipulyatsiya kerak bo'ladi. 10 tarafda esa endi birinchi marta razворот qildi bozor. Endi birinchi marta low oldi, qayta razворот kerak. Ikkinchi marta razворот qilish kerak. Yaxshi. Qani kutaylikchi. Yo'q. Kutgan vaziyatim bo'lmadi-yu. May. Tushib yonmiz, yaxshi. Xo'p, boyagi setup o'tib ketdi, endi hammasi boshqatdan. Birinchi marta bozor orqaga razворот qildi. Men srazi pozitsiya ochmagan bo'lardim. Likvidni yetishini kutgan bo'lardim. Eng to'g'ri varianti menimcha shu. Agar kimda kim risk qilib ko'raman desa, o'zlari biladi. Men birinchi martada srazi pozitsiya ochmayman. Tak, ko'ramiz. Likvidni ol. To'xtang. Likvidni ol, minimumni yech. Ko'ramiz. Yo'q. 3 ta minimum bitta narxga taxlanyapti. Возможно, bu likvid bo'lishi mumkin. Ana toychoq likvidlarni oldi. Endi mana shu likvidni yechishga yordam bergan blokka tepaga yorib o'tib ketsa, bozor orqaga qarab cho'k ko'rsatsa, men bay kirib ketaveraman. Boshqa hech nima kerak emas menga. Yo'q. Hozircha minimumni soya bilan oldi. Tana bilan olib qo'ysa ideatmi. Mana. Tak, minimumni sweep qildi. Tana bilan olgani yo'q. Bilmadim, bitta svechani o'zida qaytadan razворот qilyapti. Bilmayman, menga bo'lib ko'proq tasdiq kerak. Bo'ldi mana. Uje trendimiz sell emas. Bozor keldi, low urdi, sweep qilib turib tepaga ko'tarilyapti. Keling, mana shu joydan entry qarab ko'ramiz. Endi xo'p,
Ну, ma'mundorroq joylardan qo'yaylik. Stopimiz sal zapas beraylik и hay ketdik. M15 man bu maksimumgacha borishga harakat qilib ko'raman. Hozircha 1 ga 5, qolganini keyin qisman yo'lma-yo'l yopib olib ketaveramiz. Ishqilib, Xudo xohlasa limitimizni ushlab olsak bo'ldi. Voy, 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 voy. Ye, 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 ye. Ha, ushabdi, yaxshi. Limitimiz ushadi. Endi toychoq ko'taril. Xudo xohlasa, qani fayzimizni bersin-a. Oqma. Hoppa. Yaxshi, tak yo'q, ko'tarilib, ko'tarilib, ko'tarilib. Hayya agar olsa, bezubetkaga olishi mumkin deb aytmoqchi edim. Mana, qoluvchilar uchun mana bu haydan keyin kelib limitni ushladi. Mana shu hayga kelgandan keyin bezubetkaga olishingiz mumkin. Mana, qoluvchilar bo'lsa. Endi mani take profitimga e'tibor beradigan bo'lsangiz, M15 ni qaysi joyda turibdi mana take profit. Bu 1 ga 5 ta qisman yopsangiz bo'ladi, lekin biz kutadigan asosiy take profit ana M15 ni hayga borishi ham mumkin bozor. Eng tinch varianti mana shu M15 haygacha 001 ushlasangiz, pozitsiya 1 ga 18 u 9 yurib berar ekan. Mana. Ну, почти 1 ga 18, 1 ga 19 yurib berar ekan. Men esa 1 ga 5 ta yopaman-u, real bozoriga yetib kelgan paytda iloji bo'lsa 001 ana take profitimizni oldi. 001 ni qoldirib qo'yishga harakat qilaman. Ideya bay. To'g'ri, bu orqaga qaytib kelsa, sizda M15 da mana bu yerda order blok turibdi. Mana ko'ryapsizmi? 1 minutlik o'tqizsam qayerda edi? Qayerda turibdi? Sizni kelib bezubitkangizni urib ketishi mumkin. Tak. Mana diapazon M15 dagi diapazonni qarang, 1 minutlikda qayerda? Siz mana bu yerda bezubitkaga olasiz, bu kelib bezubitkangizni urib ketishi mumkin. Shuning uchun katta qismi yopib qo'yiladi. Lekin asosiy maqsad mana bu haygacha borish. Baribirga ham. Ну, qani ko'raylikchi. Orqaga qaytib kelyapti. Mana bu yerdagi bloklardan treyderlar savdoga yana tasdiq bilan M1 da kirib olishi uchun agar hammani swip qilib ketib qolmasa, mana shu haygacha bora olishimiz kerak. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ishqilib hay ol. U yog'iga ketdi mana. Bordi, hayni olib berdi ham даже. Boya aytganimdek, mana bundoq qo'yadigan bo'lsak, 1 ga 18 ni chista oldi bozor. Mana. Mana. 1 ga 10 ni ham, 1 ga 15 ni ham mana shunaqa olib, даже mana bu yerda boya 5-6 ta stop olib tashlagan taqdirimizni ham real bozorda kutib, risk qilib, hamma zararlarni qoplash mumkin. Akkauntingizni xuddi shunaqa qilib profitga olib chiqish mumkin, akalar. Endi qaranglar-da, men darslarim zerikarli tuyulishi mumkin. Men просто foydali ma'lumotlarni hammasini bitta bosqichma-bosqich e'tibor berish kerak bo'lgan narsalarni ko'rsataman. Ko'rib o'rganib olganingizdan keyin bunaqa zerikarli bo'lmaydi sizga bozor. Ko'rdingiz, mana minimum maksimumni belgilaysiz, bo'ldi. Unaqa chalkash, qiyin narsalar bo'lmaydi. Iloji boricha M15 ga qachon qarash kerak, 1 minutligiga qachon qarash kerak. Hammasini podrobniy ko'rsatishga harakat qildim sizlarga. Hech narsani bekitmasdan, hech narsani anaqa qilmasdan ochiqchasiga hammasini ko'rsatishga harakat qildim. Mana oranglarda men o'zim bilan birga realniy o'tirib trade qilganlar bor, misol uchun-da. Live trade paytimizda men bilan birga сделка ochganlar bor. Men xuddi shu analizimga asoslanib o'zim ham сделка ochaman shu analizimga asoslanib sizlarga ham shu ideyani beraman-da. Faqat take profit olish mani qo'limda emas. Bozor bersa olamiz, bozor bermasa meni ham qo'limdan hech narsa kelmaydi. Mana strategiya shunaqa, o'zim ishlatadigan strategiya mana hammasini ko'rsatib berdim sizlarga. Necha marta pozitsiya ochgan bo'lsam, mana hammasi. Mana hammasi. Qayerda kira oldim, qayerda stop loss oldim, to'xtang. Mana bu yerlarda tak kirdikmi o'zi? M15 ga o'tkazaychi. Kirdik shekilli. Cho'ta sal tanimay qoldim. Tepadan pastga tushib keldik-ku. To'g'ri. To'g'ri mana. Sizlar bilan ochilgan minuslarim, sizlar bilan ochilgan plyuslarim mana.
Qattiq qanaqa, nimaga asoslanib pozitsiya ochaman и yurib bermaydigan bozorga vohli chiqib ketgan ma'qul. Mana, iloji boricha vohliroq chiqib ketaverish kerak. Yurmayaptimi? Bo'ldi, yopish kerak. Boshni og'ritish kerak emas mana. Misol uchunda mana bu yerda pozitsiya ochilyapti. Siz stop loss qo'ymasangiz, bozorga bitta teskari tushib qolgan paytingizda hammasini yig'ishtiradi bozor. Ishoning, hammasini yig'ishtirib ketadi. Mana bu yerda misol uchun 1/5 yopishimiz bilan lekin prognoz qildik, 1/18 yurib berishi mumkin dedik. 1/18 ham yurib beryapti. Payti kelganda bozor 10 kun, 15 kun oldingi minuslaringizni ham bemalol qoplab keta olasiz. Mana. Nimaga asoslanib savdo qilayotganimni bo'lib podrobniy ko'rsatib bera olman sizlarga hammasini. Sell kirdik, buy kirdik, ushlab olganimiz bo'ldi, ushlamaganimiz bo'ldi, stop loss olgani bo'ldi. No, trade shunaqa akalar. Xo'p, kimda savollar bor? Qanaqa savollar bor? Baxtiyor aka, siz kechagi savollaringizga javob topa oldingizmi bugungi streamda? Mana. Tak. Akkaunt analitikasini qayerda ko'rsatadi bu? Analitikani ko'rsatadimi? Shu yerda ko'rsatadimi? Voy bu вообще chuqur narsani ko'rsatar ekan to'g'risi. Tak. O'rtacha average 1/5. Ideal average eng kattasi 1/20 почти tak. Total winner. Qarang, ketma-ketiga 2 tagacha take profit topman, ketma-ketiga 3 tagacha stop loss olibman. Akkauntni qandoq saqlab qolish kerak? Men bozor qayerga ketishini bilmayman. Просто har bitta tochkada strukturani belgilab otilaverishimiz kerak emasda. Nima qilayotganimizni bilib qilishimiz kerak, qoida bo'lishi kerak, qoidaga topshirish kerak hammasini. Hammasini bozor o'zi ko'rsatib beradi. Men bu programma yangilanib ketibdi-da, men statistikani qayerdan ko'rishni bilmayapman hozir. Qayerdadir ko'rsatardi, nimanidir bosish kerak edi. Sumarin bosish kerakmi? Mana, mana. Katta kanalga nima deb yozuvdim postimni qarang. O'zimni postimni bitta o'zim ham o'qib yuboray-da. Qarang. Katta kanalga kecha sizlarga efirga hammanglarni chaqirgan paytimda mana efir qilamiz kechga, skalping qilishni o'rganamiz. M1da to'g'ri skalping qilishni o'rganamiz. Indikator kerak emas. Deyarli har kuni signal. Win rate 40% dan baland degan edim. 40 dan boshlanadi. Error kamida 1 ga 4 degan edim. Bu degani tasavvur qiling, siz $1 $1dan 10 ta shansingiz bor. $10 pulingiz bor. $1dan 10 marta risk qilmoqchisiz, misol uchun. 6 tasini stop loss urib ketadi. 4 tasi esa har bittasi $4 dan ishlab beradi. 4 tasi. Tushunyapsizmi? Bu degani $16 foyda degani. $6 zarar yopasiz, akkauntingiz foydaga chiqib ketaveradi. Bugungi statistikam esa kechagini ko'ra olmadik. Bugungi statistikam esa xuddi shu narsani ko'rsatyapti. Demak, win rate'im 40%, error esa 1 ga 5. Mana. Efir esa xudo xolasa Alloh yuzimni yorug' qildi. Kecha nimani va'da qilgan bo'lsam, xuddi o'sha statistikani oldik mana bu safar. Chunki men replay test qilgan paytimda qayerga yurishini men ham bilmayman-da. Ketma-ketiga stop oladi, mani esa bor yo'g'i 1 soat vaqtim bor. O'sha paytimda faqat stop bilan efir vaqti tugab qolsa, treyderlar o'ylaydi, lazish baloni hal qila olmayapti-ku, analiz qila olmadi-ku, o'xshata olmadi-ku deb o'ylaydi-da. Shu bilan efir tugaydi. Real bozorda esa ketma-ketiga masalan 3 kun, 5 kun, 1 hafta minus yurib, keyingi haftasiga akkauntni foydaga chiqarib ketishi mumkin. Xuddi shu narsani o'zim bilaman, o'zim ko'zim bilan ko'rganim uchun, qo'lim bilan qilganim uchun o'zimga ishonib yana qilib o'tiraveraman. Odamlar bo'lsa podpischilar bundoq ko'radi-da efirda, akkauntni foydaga olib chiqa olmading-ku deb qoladi. Men shunisiga xursandman mana. Win rate 40% dan baland, ya'ni yutish natija 40% demoqchiman. 40 dan baland deb aytuvdim. O'sha minimalniy snopmiz 40%. 100 ta сделкаdan 40 tasi atiga take profitga borib beradi. Lekin har bittasi kamida 1 ga 5 bo'lib beradi. Undan kattalari ham bor. Idealni ko'rdingiz 1 ga 19 deb ko'rsatyapti. No, 1 ga 5. Kamida. Shunaqa o'rtoqlar. Xo'p, kimda qanaqa savollar bor? Dilshod aka, sizga dostуп ochdim. Savolingiz bo'lsa bersangiz bo'ladi.
Aka, assalomu alaykum, Assalomu yaxshimisiz? alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Man sal efirga kechroq kirdimda, bitta savol bo'ldi o'zimda. Aha. Masalan, M15dagi любой bitta blok olsak agar, masalan, demandmi, supplymi farqi yo'q. A, narx blokka kirib kelsa, fraktalniy razворот fraktalniy razворот kutish kerakmi yoki сразу M1ga o'tib, M1dan fraktal razворотdan kirsak yaxshiroqmi? Siz nima maslahat berasiz? Kechirasiz Dilshod aka, shu savolingizni boshqatdan aytibora olasizmi? Sal tushunmay qoldim. M15 blokka kelgandan keyin Ha, shu M15ni o'zida fraktal kutish kerakmi o'zi qonun qoidasi bo'yicha yo M1da fraktal razворот bo'lsa kirib ketish kerakmi? Nima deysiz shunda? mana yaxshi savol. Yaxshi savol. Qarang, Hozir bitta uzrda gapingizni bo'ldim. Bitta qo'shimchada hozir ba'zan bunday bo'ladida, o'sha time frame'ni o'zida fraktal razворот bo'ladi-yu, narx qochib ketadida. Ko'pincha ushlolmay qolamizda. Mhm. M1ni fraktali bilan kirsak agar, ikkita uchta stop loss bo'ladi. Shunga qaysi bir vigidniroq demoqchimanda Qarang, sizga. mana, man hozir efirda ham именно shu narsani ko'rsatishga harakat qildim. Qarang, narx siz bironta M15 impuls harakati topib olganingizdan keyin, agar sizda blokingiz bittadan ko'p bo'lsa, ikkita bo'lsa ham, uchta bo'lsa ham hammasi ko'p hisoblanadi. Bitta bo'lsa u normalniy. Agar M15 blokingiz bir donagina bo'lsa, mana shu joyga yetib kelgan paytda, narx yetib kelgan paytda M15 fraktalniy razворот qilishi kerak. M15 fraktalniy razворот qilgandan keyin bitta dona blok chizib, entry qilib ketaverasiz. Agar ikkita, uchta blok bo'ladigan bo'lsa, man ko'proq teskari kelayotgan harakatni strukturasiga qarab turaman. Mana bu oqim bilan teskari kelayotgan harakat. Bizda trend bayda, bu slabiy maksimum, kuchli minimum. Man trendni bay ketyapti deb o'ylayman. Kelishi kerak, bay ketishi kerak. Bu manga teskari kelayotgan harakatni strukturasiga qarab turaman. Agar blokim ikkita yo uchta blok bo'lsa, qaysi birida narx razворот qilishini kutib turaman. Mana shu joyi o'zida ham hozir man bu blokdan bay kirmadim. Boya kanalimizda community'da kimdir so'radi, bu yoqdan kirsa bo'ladimi deb. Bo'ladi dedim, lekin narx bu yoqdan yurib bermadi. Man o'zim ham kirmadim. Nimaga? Man bu yoqda narx razворот qilishini kutaman. Qaysi blok ushlab qolarki? Mana bu yerda birinchi blok bor, mana bu yerda ikkinchi blok bor, mana bu yerda uchinchi blok bor bo'lib tursa, qaysi blok narx ushlab qoladi deb kutib turaman. Qaysidir blokka kelgandan keyin narx haqiqatdan ham razворот qilsa, o'shanda mana bu blok narx ushlab qolibdi deymanda, buni davomini chizaman. Nimaga? Bizada bloklar chizish qoidamiz bo'yicha qaysidir blok narxi ushlab qolsa, zanjirini chizganingizda birinchi blokingiz o'zini kuchini ikkinchi blokka oshirib yuboradi. Birinchi blok sweep zona bo'lgan bo'lsa agar, qaysidir mana bu yerdagi likvidlarni yechib bergan bo'lsa, bu o'zini kuchini ikkinchisiga oshirib yuboradi. Orqaga qaytib kelishida shu blokdan bay kirib ketaveraman. Tushundingizmi? Sizda uje ikkinchi blok bor bo'lsa, ikkinchi blokingizni chizib olganingizda zanjiri, bu yerda uje M15 da fraktal kerak emas. Betga kirib kelishiga prям 1 minutlik o'taverasiz keyin. Buni ichida prям 1 minutlik o'tib, tasdiq bilan bay qilib yuboraverasiz. Struktura M15 da siz ikkita, uchta blok chizib olgan paytingizda 1 minutligiga kirmay turing. M15 ni o'zi to'xtasin. M15 hozir mana bu hayga chiqib kelgandan keyin man hali ham 1 minutlik o'tganim yo'q. Kutib turaman. Man bu yoqqacha chiqib kelib olgandan keyin narx mana bu blok ushlab qolgani tasdiqlanadi. Keyin mana bu o'zi likvidlarni sweep qilganligi uchun mani sweep zonam mana bu yoqqa ko'chib o'tadi. Yoki bilmayman, refind qilsam bu yoqqa keladi. Mana refind qilib blok chizamanda, buni ichida prям 1 minutlik o'tib turib, entry qilib yuboraveraman. Tushundingizmi Dilshod aka? Tushundim aka. Biznikilar nima qilishyapti? Biznikilar mana struktura tepaga yorib o'tgandan keyin M15 blok chizadida, например, bitta blok bor, ikkinchi blok bor, balki mana bunaqa joylarda uchinchi blok ham bor bo'lishi mumkin-da. Mana o'sha blokka kelishi bilan M1 ga o'tadida, M15 bitta ikkita svecha orqaga atkat bersa, keyin M1 da uje cho'k bo'lib qoladi shu joyda. Sразу mana bu yerga limit qo'yadi, bozor kelib bang stopini urib ketadi. Xo'p, birinchi blokim ishlamadi deydida, keyin mana bu yerga ikkinchi blokni chizadi. Ikkinchi blokda ham mana ko'rsangiz bitta dona svecha orqaga qaytib beryapti. 1 minutlik time frame'da bu yoqda sizda cho'k bo'lib orqaga qaytib qolishi bor. Siz 1 minutlik uje mana bu yerda kir deydi sizga. Bu yoqda kirasiz, keyin yana stop olib ikkinchi marta o'qib beryapti. Uje qarabsizki, ikkita blokingiz ham ishlab bermadi.
3 blokka yetib keladi. 3 blokda ham 1 minutlikda o'tib razvorotini kutadi. Agar ushlab ololsa ushladim deb o'ylaydi. Lekin ichki struktura mana bu high, mana bu low, keyin mana bu high, mana bu low oralig'ida turibdi. Mana narx pastga impuls, korreksiya, impuls, korreksiya bo'lib turibdi. Keyin yana impuls bo'lib minimumni yorib ketadigan bo'lsa, bitta M15 strukturasini o'zgartirib olguncha, mana M15 high urdi, keyin low urib qo'yadigan bo'lsa, struktura o'zgarguncha bular 5 ta, 10 ta, 15 talab stop loss olib qo'yadi. Nimaga? Chunki bloklari o'zi ham ko'pda, 3 ta 4 ta blok bor. Har bittasi agar bittadan ikkitadan entry bersa, qayta kiraversa, ba'zan stoplar ko'payib ketib qoladi. Tushundingizmi? Tushundim hozir aka. Shunaqa. Yana kimda qanaqa savollar bor? Xo'p, akalar, agar hech kimda savollar yo'q bo'lsa, men efirni zapis qilib oldim. Zapisni xudo xohlasa tashlab qo'yaman. Ko'rib chiqasizlar. Savollar bo'lib qolsa chatga yoki Laziz aka, Aha, bitta menda savol borda hozir yana. Hozir Tillo M15 da tepaga razvorot qilgan-ku, aha. maksimumgacha target qilsak bo'ladida, shundaymi o'zi? Da, bemalol. Hozir fraktalniy razvorot bo'ldi-ku, ekstremalniy blokka kelib fraktalniy razvorot bo'ldi. Pastdan yana bitta blok chizib entry qilsam bo'lmaydimi? Yo, ichki struktura yana sinishini kutaymi? Qarang, Ana shu qarang, yerda fraktal bo'ldi-ku. qarang. Har ikkala holatda ham ideyamiz bay. Fraktalniy razvorot qilgan bo'lsa ham bay, ichki strukturangiz razvorot qilib berganda ham bay bo'ladi. Mana fraktalniy, mana ichki struktura. Bu maksimum urganda ham ideya bay, bu maksimum urganda ham ideya bay. Faqat birinchi maksimum urgan paytda bu agressivroq. Bu yerda sizni tasdig'ingiz kamroq bay ketishi uchun. Agar mana bu maksimum urishini kutib turadigan bo'lsangiz, tasdig'ingiz bo'li ko'proq bo'ladi. Keyin yorib o'tgan impulsni 50% dan pastdagi bloklardan shundoq bay kirib yuboraverasiz. O'shaning uchun ko'proq tasdiq kerak bo'lsa, mana bu high urishini kuting. Agar kamroq tasdiq bilan ham agar boshqa sabablaringizga ko'ra bay ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, fraktalniy razvorot qilish bilan bay kirib yuboring. Men o'zim hali kirganim yo'q. Ichki strukturasini urishini kutyapman. Ichki strukturani ham urib o'tgandan keyin bay kiradigan bo'lsak, ancha yaxshiroq bo'ladi. Bo'ldi aka, tushunib, rahmat. Xo'p, og'alarim, yana kimda savollar bor? У кого какие вопросы deydi-ku. Savollaringiz bo'lsa bersanglar bo'ladi. Xo'p, do'stlik so'raganlar bor ekan. Tak, Sirojiddin FX sizga ham do'stlik ochdim. Keyin VF qilibsizlar. Mana sizlarga. Assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum, Lazbek. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Huzurmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sog'lik joyidami, tinchmisiz? Bitta savol bor edi-da hozir. Men boya sizga rasm tashlagandim-ku, M15 ekstremalniy blogidan bir razvortadan kirgan joyim bor-u, o'shani haygacha ishlasam bo'ladimi yokida yopib qo'yishim kerakmi? Xavjudiyda M15 blokdan bay ushlaganimni deyapsizmi? Mana ekstremalniy blogidan kelgan paytida razvortani ushlavdimda. Sizga response tashlagandim-ku bugun. Ha. O'shani hali ushlab turaveraymi yokida yopib yuboraymi deb fikrlanib turibman. Agar хотя бы ichki soch bo'lgandayam bo'lsa ekan, sal konservativ bo'ladi, agressiv emas. Qarang, siz agar akkauntingizni full margin qilib yubormagan bo'lsangiz, riskiga rozi bo'lsangiz, ushlab tursangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz yopib yuboring. Farqi yo'q. Agar yopib yuborsangiz, mana bu high urib olgandan keyin bay kiradigan bo'lsangiz, ancha yaxshiroq bo'ladi. Bu shuncha yorib o'tgandan keyin baribir orqaga qaytish bo'ladi. Pastroqlardan keyin yana bayga ushlab olaveramiz.
ichki strukturamiz sel turibdi-da, mabodo bu ichki strukturani hayni urolmasa, oxirgi marta mana bu minimum urib o'tgandan keyin, mana bu hay bilan mana bu low oralig'ida turibdi. Haliyam sel ideya aktual turibdi-da. Mana bu yerlardan agar mabodo dalshi pastga oqib ketib qoladigan bo'lsa, bunaqa katta zararga kirasizmi yo'qmi ko'ring-da. Zararga kirib ketaman desangiz ofaring. Men hozir sizga sizni ham maslahat Shuni so'rayin dedim. O'zimda ham ikkilanishdi. Bittasi bay, bittasi sel bo'lib turibdi-ku. Shunaqa. Xo'p. Akalar, men efirni hozir shu joyda to'xtataman. Ko'ringlar, darslikka ko'rib chiqinglar. Qanaqadir savollar bo'lib qolsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, mana. Yana do'st so'raganlar bor. Mana do'st ochiqlik gapirsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, hammaga rahmat. Charchamanglar. Xudo xolasa, agar yangi yilgacha efir qila olmasak, xudo xolasa keyingi yil ko'rishamiz. Kelayotgan yil hammaga omadli kelsin. Ushalmagan kimni niyatlari yurakda qolib ketgan bo'lsa, 2026da ushalsin. Hammaga muvaffaqiyatli yil kelsin. 2026 xudo xolasa har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uydagilarni ham tabriklab qo'yinglar yangi yil bilan. Hammaga rahmat. Ustoz, rahmat sizga, Laziz aka. Sizga. Rahmat aka. Free audio post production by alphonic.com.